Sizlarga buvijonimlarni qaymoqli bo'g'irsoqlarni o'rgataman bugun. Bo'g'irsoq o'zi ham kirsillab og'izda eriydi. Idishimizga birin-ketinlik bilan suv, tuz, shakar, qaymoq, sariyog'ni solib, ozgina chayni soda bilan aralashtirib olamiz. Yaxshilab elab unimizni ham solib, qattiqqina xamir hosil qilib olamiz. Xamirlarimizni 4 ta zuvalaga bo'lib olib, 1 soat tindirishga qo'yib qo'yamiz. Tinmagan bo'g'irsoqlar yoyilishi ozgina qiyin bo'lar ekan, shuning uchun albatta tindirib, keyin ishlang xamir bilan. Qaymoqli bo'g'irsoqni xamirlarini qorayotganda umuman qiynalganim yo'q. Mazza qilib qordim, juda ham yoqimli, yumshoq, paslushniy xamir bo'lar ekan, sizlarni qiynamas ekan jarayon. Qalin emas, ingichka emas, o'rtacha qalinlikda xamirlarimizni yoyib, videoda ko'rsatilgandek oldin lentichka qilib kesib olib, keyin kvadratli hosil qilib olamiz. Bo'g'irsoqchalarimizga xohishga ko'ra chiroyli formani berib olib, o'rta olovda yaxshilab qizartirib, singitib qo'yib olamiz. Issig'ida shunaqa shakarli sepsangiz appetitni chiqarkan. Hayit dasturxoniga qilsanglar, ayniqsa hammani duosiga qolasizlar. Yoqimli ishtaha.